Mana yana bitta qiziq videocha. Mana qarang, faqat suv nasos qishga suvga qilamiz deymiz-da, lekin yozga ham qolib ketganda bu. Assalomu alaykum do'stlar, mana hozir shu nasoschani ta'mirlab ko'rsatamiz. Qo'l avtomatga suvga qilib. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Xullas keling, ish jarayonini tomosha qilsangiz bo'ladi. Mana chugunni qanday qo'l avtomatga suvga qilamiz. Yo'qsa lazzatsiyle bo'lmasa boshqa şeyden farqi yo'q. Shunchaki tomosha qiling tamam. Kimdir izlayapti, mana qanaqa ishlarga qilishdi, endi ko'rsatib beraman men. Qo'l avtomatga ham zo'r suvga bo'ladi chugum. Mana shu qo'l avtomat tumshug'i mana nimacha tuyda bo'lib qoladi-da, shuni kim biladi, ustalar bir kommentariy yozib yuboringlar, qani bilsanglar. Mana mo'yga tiqib olyapman-da, yopishtirmayapman. Bunda pastlarni shunday qilaman, yana yopishadi baribir. Chitir-chitir uchadi-ku. Kim biladi shuni nima qilishdi. Bu yerga trishene ko'p, boshqaruvining bitta chiqaveradi-da. Bu yaxlaganga ko'p joyda yorib tashlaganda bitta bo'lib svorkadan keyin ko'rinib kelyapti-da bu. Mana qarang.
turg'ili bo'lib ketdi. Bu videolarni silinmay qo'yib beraman. Mana odam zot qo'ldan kelmaydigan ish yo'qda, mana shuncha tirishiniasi bo'lsa ham butun qilib ko'rsatib beraman-da. Endi o'taversangiz birak. Shu qo'lga hamma ish qilsa bo'ladi. Sabr kerakda faqat. Avvalam bir ikkita nasoschilarni taxlab beruvdik. Bu nasosning egasini shu bir umid bilan kelgan, shuni ham taxlab edib. Qiziqib mana buni butun bo'lishiga qiziqdim-da. Ko'p vaqt ketdi. Mana salnikchasi ketganiga salniklar qo'yib yubordik. Video foydali bo'lgan bo'lsa, mehnatimizga bosib qo'ying, like-chalarni.